O'zibdi, eringiz qani? Eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, hadisga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalar, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keldim, chizni qo'shib salat. Bang nari qarab gapiring, og'zingizdan chizdiq hidi keladi. Shipshiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirik o'zi ko'ti yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktyor bomba bo'lib ketdi.